bugun bu sahnada nafaqat 2 kishi turibmiz, balki biz bilan birga xotiralar turibdi. Yo'qotgan insonlarimiz xotirasi turibdi. Bundan tashqari eng asosiysi sizlar turibsizlar. Agar biz bugun shu sahnada turgan ekanmiz, demak Humorini hikoyamiz qani? Tugagani yo'q. Ketur. So'zlar esimizda, birgalikda aytamiz. Afsuslar bo'lsin, oramizda Jasur yo'q. Uni har doim xotiramizda saqlaganmiz, har doim eslaymiz. Bugun bu zalda uning ota-onasi, aka-ukasi, yaqinlari o'tirishibdi. Konsertdan oldin onalarini oldilariga tushdik. Ona dedik, Jasurni suratlarini, Jasur ovozlarini ishlatamiz, agar ruxsat bersangiz dedik. Bir narsani va'da qilib chiqdim. Va'dam shundan iboratki, shuncha inson yig'iladi dedim. Minglab muxlislar yig'iladi dedim. Jasurni xotirasiga, Jasurni anaqasiga duo qilishadi dedim. Bugun shu anaqa duoni qilamiz, xudo xolisa hammamiz birga. Jasurni hech qachon unutmaymiz. O'rtoq, seni ham umring uzoq bo'lsin. Ilohim keyingi yillarga xudo xolisa oyog'iga turib ketgan. Yugurib konsertlar berdik. Xudo xolisa butun mana shu yerda yig'ilgan hamma muxlislar duodamiz, xudo xolisa. Agar bugun yoningizda do'stingiz bo'lsa yoki uyga borganda do'stingizni ko'rsangiz, Ummon guruhining nomidan yoki qolaversa o'zingizning nomingizdan bag'ringizga bosib qo'ying. Shuncha inson oldida o'rtoqman bag'rimga bosmoqchiman. Umring uzoq bo'lsin. Yana bir kichik ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ummon guruhining deyarli 100% so'zini, musiqasini o'rtog'im yozgan, do'stim yozgan. Qansigilar ayamisizlar. Xudo xolisa keyingi yillarga yugurib konsertlar bering o'rtoq. Hammamiz duodamiz, xudo xolisa. Yana bir narsa, bu zalda bizning do'stlarimiz o'tirishibdi. Qadrdonlarimiz o'tirishibdi. Ular ham sog' bo'lishdi. Yaxshi va yomon kunlarimizda doim yonimizda bo'lishdi. Guruh tarqalganda ham, guruh birlashganda ham har doim bizani qo'llab-quvvatlashdi. Yomonini bugun yetmadik. O'shaning uchun menimcha navbatdagi qo'shuv qaysi qo'shuvligini bildinglar? Qaysi? Marhamat, navbatdagi qo'shig'imiz do'stlar uchun. Marhamat, davom etamiz. Uni eshitasizlar, eski xotiralarga qaytasizlar. Faqat bitta iltimosimiz, birgalikda kuylaymiz, xo'p? Va ko'rib qo'yishsin Ummonning muxlislari qanaqaligini. Kelishdimi?
ketdi. Qo'llar bilan faqat. Nega kerak ekan nega begonadaysan menga xuddi hech qachon tanimagandek beparvosan sen nega kerak ekan nega begonadaysan menga xuddi hech qachon tanimagandek beparvosan sen nega Diyecek men uchun senlar yoksan men esa majnun bugun esa yonimda yolg'izlik surar hukm mana san nega ko'zlaring uzilmas ko'zlarimdan kim o'raydi yoningda bunchalar beparvosan uni oldida. Bilasizlarmi, Ikrom degan zvuk rejissyorimiz bor. Qattiq Ikrom aka. Qanday o'zi? Siz tushiringlar shu odamga. Assalomu alaykum, Xumoriyana. Bu odam mana shu Xumoda sizlarga zvuk yetkazib beradigan odam. Tushundinglar? Mana shu zvukni sizlarga chotki qilib yetkazib beradigan odam. Fanzona. Balarroq. Yuragim sizlar bugun yonimda Nega qanotimni sindirding qo'llarim hech kimsasiz dengizga yo'l cho'zib ketgandim yordaming siz uchun qadam beraman yuragimda zarba sensiz yolg'onlaringni cho'ktirib keting bir umr faqat sizni sevaman siz uchun qadam beraman yuragimda zarba sensiz qasamlaringni unutib keting. Balarroq. Nishonimni ustidan bosib keldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nega ketgansan, bakudagi so'zlarni
ko'rmagan bo'lsam ham bebruslar Sen mana muxlislarim qo'rqonchga to'lsin Mana dushmanlarim alamda ko'rsin Mana ko'rolmaganligimda bo'ladi degan Chunki manda yangi hit mandan o'tib ko'rsin Yangi qo'shig'im manda shafqatli muhtali To'qsa yemmas sarhamli Ummon barbar ummondek Yangi qo'shig'im manda shafqatli muhtali To'qsa yemmas sarhamli Ummon barbar ummondek Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni nafaqat jurnalistlar, muxlislar, butun O'zbekiston kutgan. Shuncha yillik tanaffusdan keyin o'zingiz qanday his qilyapsiz sahnada? Juda ham hayajonli. To'g'risini aytsak, 5 oy, 6 oy tayyorgarlik ko'rdik bu konsert uchun. Lekin har bir soniya biz uchun hayajonli bo'ldi. Konsertga chiqishimiz bilan shu menimcha ikkita ashuladan keyin hayajonni yengdik, chunki muxlislarning energiyasi, muxlislarning birga kuylashi biz uchun juda ham katta kuch bo'ldi deb o'ylayman. O'sha orqali biz hayajonni yengdik, lekin shu paytgacha juda ham kuchli hayajon bo'ldi. Birpasda o'tib ketdi. Xuddi bir 5 minutdek o'tib ketdi. Bu kabi konsert bo'lishini menimcha kutgansizlar. Bekorga Humo Arenada bo'lmadi konsert. Yo'q, o'zi bilasizmi, bizni qo'rqitdik boshida. Humo Arenani tanlashda ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarimizga ishondik. Chunki bu katta dargoh 10 mingtadan 12 mingtagacha odam o'zini ichiga sig'diradi va bir kunda shuncha odamni to'plash juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarga bo'lgan ishonchimiz bizani olg'a qadam bosishimizga yordam berdi. To'g'ri. O'zi shuncha yillik tanaffusdan keyin kimdan chiqdi g'oya? Yana konsert beramiz degan. O'zi g'oya anchadan beri bor edi. 10 yildan beri bu narsani plan qilib kelardik. Kelamiz. Faqat sharoit ozgina to'g'ri kelmasdi. Shu yilga nasib qildi. Bekorga sog'inganim men emas. Shu muxlislarimizni sog'inganimiz uchun, muxlislar bizni sog'ingani uchun shu konsertni uyushtirdik. 400 tadan oshiq qo'shig'imiz bor.